Bir kunlik bankshotingizni summasi qancha? $6,500. E-viza faqat magistratura bosqichiga beriladi deb o'ylasangiz adashasiz. Hozir bakalavr bosqichi uchun e-vizani qo'lga kiritgan talabalarimiz bilan suhbatni amalga oshiramiz. Salom bolalar, sizlar bakalavr bosqichi uchun e-vizani qo'lga kiritdingiz. Xo'p, bu jarayon qanday bo'ldi? Bizga bir qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Albatta, avvalambor assalomu alaykum. Biz Hangwon National University Foundation'ning ikkinchi raund talabalarimiz va biz bakalavr darajasiga birinchilardan bo'lib seleksiyani elektron viza qo'lga kiritdik. O'qish jarayoni juda ham ajoyib bo'ldi. Boshida o'ylangandik, olalamizmikan, qo'lga kirita olamizmikan, uddalarmikanmiz deb. Lekin o'qish dahshat desam bo'ladi. O'sha bir kunlik bankshotingizni summasi qancha? $6,500. Bu juda ham ajoyib imkoniyat. Hatto e-viza, ya'ni magistratura talabalariga ham 13 ming yoki $16,000 bir kunlik KDB bankshot qo'yiladi. Lekin bakalavr talabalari uchun, aynan foundationda o'qiydigan talabalar uchun bu juda ham super imkoniyat deb ayta olamiz. Talabalar, barchangizga omad tilaymiz. Kelgusi karyeraga bo'lgan hayotingizga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Siz ham mana shunday e-vizalarni qo'lga kiritishni xohlasangiz, albatta yuqorida ko'rsatilgan raqamlarga telefon qiling va biz sizni foundationda kutamiz.